Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men sizlarga bugun chegirmada gilomlarni va metrajlarni obzor qilib beraman. Gilomlarimiz narxlarini chegirmada qo'yib beraman. Buning sharti faqat bizga obuna bo'lishlaring kerak, Telegram gruppamizga qo'shilib olgan bo'lishlaring kerak. Ko'rishlaring mumkin, navbatdagi gilomimiz 3 ga 7 metr bo'ladi. O'rta qalin katsada, orqalari kanop to'qimali bo'ladi. Narxini o'zimiz ham 1.570.000 so'mdan sotganmiz. Chegirmada kelib o'zlaring 1.50.000 so'mdan tanlab olsalaring bo'ladi. Bunisini o'lchami eni 3 metr bo'ladi, uzuni 7 metr bo'ladi. Gullari 2.300.000lik, 2.600.000lik gilomlardan qolishmaydi. Gullarini o'zlaring ko'rsalaring bo'ladi. Bu mehmonxonalarga tiniq tushadi guli. Razmeri ham kattagina bo'ladi. Buni ikkinchi xil rasvetkasidan ham bor. Buni ham ko'rishlaring mumkin. Bu guli ham vahshiy chiroyli bo'ladi. Buni hamma o'lchamidan bor. Eng kichkinasi 2 ga 3 bo'ladi, eng kattasi 4 ga 6 bo'ladi. Buni ham o'lchami 3 metrga 7 metr bo'ladi. Gullarini o'zlaring ko'rsalaring bo'ladi. Gullari eng oxirgi gullari. Qalin yuqaliga keladigan bo'lsa, o'rta qalin katsibada bo'ladi. Buni ham narxini chegirmada 1.50.000 so'mga xarid qilsalaring bo'ladi. Telegram gruppamizga qo'shilib olsalaring, hamma gilamda alohida rasmga olib, narxlarini yozib qo'ygan bo'lamiz. Chegirmamizning muddati 5 kun. Endi ancha joyda topilmaydigan 3 ga 6 metrli razmerda ko'pchilik so'ragan qizil svetidan hadban topilmaydi bunaqa gilomlar. Bunisini ham ko'rsalaring bo'ladi. Gullari vahshiy chiroyli bo'ladi. O'zlaring yaxshilab ahamiyat berib, narxlarini yaxshilab eshitib olsalaring bo'ladi. Dastlabki xizmatlarimiz Marg'ilonga, Farg'ona shaharicha mutlaq bepul. Andijonga, Qo'qonga, Namanganga, Toshkentga bor, qolgan joylarga kelishilgan holatda qilib beramiz. O'zlaring kelib tanlab olsalaring ham bo'ladi. Buni narxini 1.350.000 so'm sotganmiz. Hozir chegirmada kelib 900.000 so'mdan har xil gullaridan, xohlasangiz qizilidan, xohlasangiz ko'kidan, oling oqidan tanlab olsangiz bo'ladi. Endi bizda eng ko'p sotiladigan razmeri buni 3 ga 5.5 metrlisi bo'ladi. Eski planirovka domlagi ham shunday tushadi. Bunisini ham ko'rsangiz bo'ladi. Bunisi razmeri 3 ga 5.5 metr bo'ladi. Buni narxi 1.250.000 so'mdan sotganmiz. Narxini kelib atiga 825.000 so'mdan tanlab olsangiz bo'laveradi. Buni ham har xil rasvetkalardan bor. Bundan tashqari hadavoy sotiladigan 3 ga 5 metrli gilamlarimiz. Gullarini ko'rishlaring mumkin. Gullari 3 millionlik gilomlardan umuman qolishmaydi. Ranglari ham eng oxirgi svetlarda gilomning tiniqligini ko'rishlaring mumkin. Bu gilomlar narxi bozorlarda 1.150.000 so'm sotilyapti. Faqat bizga obuna bo'lgan, YouTube kanalimizga, Telegram kanalimizga obuna bo'lganlarga narxini atiga 750.000 so'mdan kelib tanlab olsalaring bo'ladi. Gullarini o'zlaring ko'ringlar, vahshiy chiroyli. Buni sal kirchimoli bo'lsin deganlar uchun moviy svetidan ham bor. Bunisini ham gullarini ko'ringlar o'zlaring. Buni ham narxini atiga kelib 750.000 so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Dastlabki xizmatlari aniq ma'lumot olish uchun, misol uchun telefon qilib aniq ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Bularda katta kichik o'lchamlari bor. Sizga bitta ko'rsatgan gilomlarim tushmasa, bemalol kommentariyada o'lchamingizni yozsangiz, narxlarini ham hisoblab beraveramiz. Yoki telefon qilsangiz ham bo'ladi. Telefon qilib yana ham aniq ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Bu qizil rasvetkani ham 3 ga 5. Hadib ham 3 ga 5 lik kelmaydi, bir kelib qoldi. Bunisini ham ko'rishlaring mumkin. Bunisini ham narxi atiga 750.000 so'm. Bundan tashqari bizda ko'p sotiladigan 3 ga 4 o'lchami. Buni ham har xil rasvetkalardan bor. Buni narxini 900.000 so'mdan sotganmiz. Chegirmada kelib atiga 600.000 so'mdan xarid qilsalaring bo'ladi. Har xil gullardan bor. O'zlaringga yoqqanini tanlab olasizlar. Gullarini ko'rishlaring mumkin.
gullari eng oxirgi gullar. Hali aslatga tovarlar emas, yangi gilomlar. Narxlari 30% gacha chegirmada hisoblab beryapman. Bundan tashqari 2,5 ga 3,5 metrlik gilamlarimiz ham bor. Bunisini ham gullarini ko'rsalaring bo'ladi. Bularning narxini 650 ming so'mdan sotganmiz. Hozir kelib atiga 435 ming so'mdan xarid qilsalaring bo'ladi. Bunisini ham ko'rsalaring bo'ladi. Bu guli ham vashti chiroyli. Buni ham eni 2,5 metr bo'ladi, uzuni 3,5 metr bo'ladi. Buni ham narxini 435 ming so'mga kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Bundan tashqari bizda ko'p sotiladigan o'sha eskidan sotiladigan 2 ga 3 metrlik gilomlar. Bunisi bitta varianti. Bunisi ikkinchi xil guli. Bu uchinchi xil guli. Bundan tashqari yana boshqacha gullardan ham bor. Bularning narxi 450 ming so'mdan sotganmiz. Kelib atiga 300 ming so'mdan xarid qilsalaring bo'ladi. Buni 10 xilga yaqin gullari bor. O'zlaring yoqqandan kelib tanlab olsalaring bo'ladi. Endi hozir sizlarga ko'rsatayotganlarim eng ko'p sotilayotgan rasvetkalar. Bundan tashqari metrajli gilamlarimiz ham bor. Kvadrati 75 ming so'mdan sotilgan. Hozir kelib mana ko'rishlaring mumkin tovlanishini, sifatini. Ikki tomondan bu gilomlar ham ikki xil ko'rinadi. Endi o'rta qalinlik katsivada bu gilomimiz o'zimizda ishlab chiqariladi. Turkiya Sammes. Buni kanoplarini ham ko'rishlaring mumkin. To'qimasini. Buni narxi kvadrati 75 ming so'mdan pagonni metri 300 ming so'm sotilgan. Yana 4 metrligi kelib kvadratini bas pagonni metrini 200 ming so'mdan xarid qilsalaring bo'ladi. O'shunda sizlarga metri atiga kvadrat metri 50 ming so'mdan tushadi. Sizlarga pagonnisini ham hisoblab o'tib ketyapman. Misol uchun bunisi yana 3,5 metrligi bo'ladi. Buni ham kvadrati 75 ming sotilgan. 50 ming so'mdan qilib berganimizda o'shunda siz eni 3,5 metrligini olsangiz, pagonni metri sizga 175 ming so'mdan tushadi. Buni har xil gullaridan bor, o'zingiz kelib tanlab olsangiz bo'ladi. Qimmat arzonidan bor. Dastavka xizmatlarimiz o'sha tushuntirib o'tganimizdek hamma joyga bor. Kelishuv asosida faqat Qashqadaryoga, Ag'larga yo'q. Voha taraflarga. Bunisini ham ko'ring. Buni ham gullari kvadrati 150 minglik gilamlar bilan biriga bir qilib ishlangan. Buni ham kvadrati 50 ming so'mdan kelib, pagonni metrini 175 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Agar joyingiz 320, 330, 325 bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning kesib tikadigan apparatlarimiz bor. Joyingizga bemalol moslab chekkalarini zavodskoga o'xshatib tikib beramiz. Kanoplarini ham ko'rishlaring mumkin. Misol uchun videomizda sizga tushmaydigan o'lchamlar ko'rsatgan bo'lsa, bemalol telefon qilib aniq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Har doimgidek aytib o'tayotganimdek, gilomlarni hammasini alohida rasmga olib, gullarini Telegram gruppamga tashlab qo'yapman. Sizga aniq misol uchun birorta gilom yoqqan bo'lsa, gruppaga kirib bemalol ko'rib, narxini ko'rib, bemalol telefon qilib xarid qilsangiz ham bo'ladi. Bu joyimizning manzili Farg'ona shahrida o'zida. Kim kelib ko'rmoqchi bo'lsa, bemalol lokatsiyalarini tashlab beramiz. Qumtepa bozorida ham do'konimiz bor. A'da 439-do'kon. Asosiy joyimiz Viver ko'proq joyimiz. Balki kelib bemalol ko'ngilingizga yoqqandaqa qilib, bemalol chekkalarini tiktirib, aytganingizdek qilib chiroyli qilib bitkisiz bo'ladi. Albatta, kelib bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. O'lchab oladigan Farg'ona shahrida shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsalaring, ular haqida ham aniq ma'lumot beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.